Bu videoda sizlar bilan Profit Arena platformasida qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Saytimiz ochiladi. O'zbek tiliga o'tkazib olamiz birinchi va qatnashish tugmasini bosamiz. Bitta birinchi bo'lib sizga Telegramga akkauntingizni ulab olishingiz kerak. Avtorizatsiya bo'ladi. Nomeringizni kiritasiz. Telegramga bog'langan 895. Va sizni Telegramingizga botdan Profit Arena botidan сообщение keladi. Telegramdan keldi. Принятие bosadigan bo'lsangiz, mana Profit Arena sizga zaпрос yuboryapti. Принятие bosadigan bo'lsangiz, akkaunt ochilinadi deyapti. profitarena.uz dan. Принятие bosamiz va saytga qaytamiz. Разрешите bosamiz. Telegramdan Profit Arena сообщениyalar yuborish uchun va yana bir marta принятие bosamiz. Akkauntimizni ochamiz. Avtomatik tarzda sizni rasmingizni Telegramdan yuklab oladi. Nomeringiz, qolgan detallarni o'zingiz kiritishingiz kerak bo'ladi. 85. Foydalanuvchi nomi yoki nickname bo'ladi. O'zingiz xohlaganingizni tanlaysiz. Misol uchun Instagramdagi nickname'ni tanlayman. Moljava. Ism, familiya, o'zingiznikini yozasiz. Tajriba, fond bozorida necha yillik? 2 yillik tajriba va maqsadlaringiz. Maqsadlaringizni belgilaysiz. O'zi Profit Arenaga nimaga kiryapsiz? Tradingga o'rganmoqchimisiz? Investitsiyaga qiziqasizmi? Bosh sovrinimizni yutmoqchimisiz? Yoki-da sizni jamiyatimizni qiziqtiryaptimi? Tanlab turib ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Ro'yxatdan o'tishni bosganimizda bizda tariflar chiqyapti. 1 oylik, 3 yoki-da 1 yillik obunani bittada ola olasiz. O'zi 100 ming so'mdan turibdi. Oyiga 1-dan 5-sigacha, 5-sanalarigacha skidka qo'llaniladi. Ya'ni 100 minglik obunamiz 65 mingga beriladi. 3 oylikni bittada oladigan bo'lsangiz, 300 ming emas, 195 ming to'laysiz. 1 yillikni bittada olib qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, salkam 50% sizga skidka beriladi. 780 mingga olib qo'ya olasiz. 1 million 200 lik narsani. Hozir 1 oylikni olamiz va obunani ichiga nimalar kiradi? Demo savdo, turnirda, sezonda qatnashish, treyderlar bilan tajriba yig'ish imkoniyati beriladi. Tarif tanlaganingizdan keyin kartani kiritib, to'lovni amalga oshirish kerak. O'zimni kartamni kiritaman. Bijir-bijirlar chiqib turadi sizlarda. Karta nomeri va datasini. Amal qilish muddatini kiritganingizdan keyin kartani qo'shish. Nomerimga kod keladi. Kodni kiritadigan bo'lsam 85 88 34. 5 34. Tasdiqlash. Kartadan 65 ming muvaffaqiyatli yechib olindi va biz platformaga kirdik. Hozir bosh sahifada turibmiz.